Assalomu alaykum ijtimoiy tarmog' foydalanuvchilari va hurmatli obunachilarim. 2026-yil 26 fevral kuni kechqurun Toshkent shahrida Toshkent shahrining xususiy maktablaridan bittasida o'quvchi 10-sinf o'quvchisi Doniyor ismli bola BMW M4 avtomobilini haydovchilik guvohnomasi bo'lmasdan turib o'zboshimchalik bilan boshqarib ketayotganda kechqurun yo'l-patrul xizmati xodimini urib yuboradi. Yo'l-patrul xizmati xodimi keyin shifoxonaga olib ketiladi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan 2026-yil 27 fevral kuni yo'l-patrul xizmati xodimi kichik serjant Hosilbek Eshnazarov bu olamni tark etadi. 33 yoshida vafot etadi. Kichik serjant Hosilbek Eshnazarov 2022-yildan boshlab ichki ishlar safiga ishga kirgan. U yaxshi ishlagan, o'sha o'z faoliyati davomida vataniga sodiq xizmat qilgan, O'zbekistonimizga, vatanimizga sodiq xizmat qilgan. Afsuski, u 2026-yil 27 fevral kuni 33 yoshida vafot etdi. Uning 2 o'g'li va bitta qizi qoldi. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Hosilbek Eshnazarovni, yo'l-patrul xizmati xodimini yaqinlariga sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim Hosilbek Eshnazarovni. Doniyor degan bola 10-sinf o'quvchisi 2 marta qoida buzgan. 2025-yil sentyabr oyida ham qoida buzgan va uning ota-onasi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Keyin 2026-yil yanvar oyida ham Doniyor degan bola yana qoida buzgan. Transport vositasini o'zboshimchalik bilan boshqarish bo'yicha qoida buzgan va uning ota-onasi yana jarimaga tortilgan. 2026-yil yanvar oyida Doniyorning ota-onasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan bolaga tarbiya bermaslik bo'yicha jarimaga tortilgan va profilaktika ishlari olib borilgan, tushuntirish ishlari Doniyorning ota-onasiga. 2025-yil sentyabr oyida bo'lsa, Doniyor maktabda o'qishni qoldirgani uchun, maktabga bormagani uchun uning ota-onasiga jarima qo'llangan, ma'muriy javobgarlik qo'llangan o'shanda ham. Hozirda Doniyorning otasi aytayapti, Doniyor o'zboshimchalik bilan mashina boshqargan, u do'stining mashinasini olib ketgan va boshqargan va o'sha kuni 2026-yil 26 fevral kuni kechqurun do'stining mashinasida, BMW M4 mashinasida yo'l-patrul xizmati xodimini urib yuborgan. Yana bir marta yo'l-patrul xizmati xodimi Hosilbek Eshnazarovning oila a'zolariga ta'ziya bildiraman. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Hozirda o'sha qoidani buzgan yo'l-patrul xizmati xodimining vafot etishiga sabab bo'lgan Toshkent shahridagi 10-sinf o'quvchisi Doniyor ismli bolaga Jinoyat kodeksining 266-moddasi bo'yicha transport vositasini boshqarish qonun-qoidalarini qo'pol ravishda buzish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda bu bolaga. Aziz ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, farzandlarimizga e'tiborli bo'laylik. Ularni nima qilyapti, e'tiborli bo'laylik farzandlarimizga. Ota-onalar ularga haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa mashina boshqarishga yo'l qo'ymaylik. Ularni nima ishlar bilan shug'ullanyapti, ko'z-quloq bo'laylik. O'shanda mana shunday mudhish jinoyatlar, mana shunday voqealar, mudhish voqealar sodir bo'lmaydi. Farzandlarimizga tushuntiraylik.
haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa mashina boshqarmaslikni tushuntiraylik, aytaylik. Ularga ko'z quloq bo'laylik ota-onalar. Shunda mana shunday ko'ngilsiz hodisalar boshqa ota-onalar bilan yana yuz bermaydi. Shunaqa ishlardan, yomon ishlardan Alloh taolani o'zi asrasin iloyim. Yomon kulfatlardan, ofatlardan mana shunaqa Alloh taolani o'zi asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Yurtimizni yomon ko'zlardan Alloh taolani o'zi asrasin. Yo'l patrul xizmati xodimini joylari jannatda bo'lsin iloyim. Yaqinlariga yana bir marta sabr tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va obunachilarim kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.